Videoni yozishimizga sabab bo'lgan holat, yaqinda bir inson bilan gaplashganimda Omes preparatini 10 yil muddat davomida turli xil holatda tartibsiz ravishda ichib kelayotganligini eshitib qoldim. Shu bois ozgina ogohlantirish berishga qaror qildim. Bu preparat oshqozon ichak yara kasalliklarida kislotalilikni pasaytirish uchun yoki gastroezofagal reflux degan kasallik bor, shu holatlarda yoki masalan turli xil gormon preparatlarni iste'mol qilganda kislotalilikni pasaytirib turish uchun yoki ikkita antiagregan terapiyani birgalikda ishlatganda ma'lum vaqt davomida ishlatiladigan preparatlar guruhiga kiradi. Omeprazol, pantoprazol, ezomeprazol, rabeprazol juda ham muhim, zaruriy preparat hisoblanadi gastroenterologik amaliyotda. Ammo bu preparatlarni 2 yildan ortiq muddat davomida tartibsiz uzoq vaqt iste'mol qilish iyonlar muvozanati buzilishi hisobiga oddiydan murakkabgacha hayot uchun xavf soladigan aritmiyalargacha vujudga kelishiga sabab bo'lishi mumkin. Bundan tashqari kamqonliklar B12 vitamini so'rilishi hisobiga kamqonliklarni vujudga keltirishi mumkin va iste'mol qilayotgan preparatning effektini pasayishiga, agar u preparat oshqozonning kislotali muhitida ta'sir qiladigan yoki so'riladigan bo'lsa, so'rilishini pasaytirib yuborishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun bu preparatlarni iste'mol qilayotganda agar sizda maxsus ko'rsatmalar bo'lsa, albatta o'zining tegishli mutaxassis bilan maslahatlashing. O'z holingizcha aptekachining gapiga kirib yoki boshqa mutaxassisning gapiga kirib bu preparatlarni iste'mol qilmang. Bu o'zingiz uchun zarar bo'lishi mumkin. O'zingizni ehtiyot qiling, bizni kuzatib boring.